Yer yuzida hali ham odamxo'rlar yashaydigan orol bor deyishadi. Kimdir buni afsona deydi, boshqalar esa u yerga yaqinlashishga ham jur'at eta olmaydi. Lekin bu haqiqat bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan birga insoniyatning eng qorong'u burchagiga, dunyo xaritasidan eng sirli joylardan biriga, Sentinel oroliga safar qilamiz. Odamxo'rlar haqiqatmi yoki yolg'on? Qani birgalikda aniqlaymiz. Sentinel oroli Hind okeanining qoq markazida joylashgan. Shimoliy Sentinel oroli Hindistonga qarashli bo'lsa-da, u yerda Hindiston hukumati ham, harbiylar ham nazorat o'rnata olmaydi. Sababi oddiy. Bu yerda yashovchi Sentinel qabilasi tashqi dunyo bilan aloqa qilmaydi va har qanday yondashuvga qarshi agressiv javob qaytaradi. 2006-yil ikki baliqchi tasodifan orolga juda yaqinlashib ketganida qabiladagilar tomonidan o'ldirilgan. Hindiston hukumati jasadlarni olib chiqishga ham urinmagan. Ular odamxo'rmi? Ko'plab manbalar bu savolga ha deb javob berishadi, lekin ilmiy jamoalar bunday xulosa chiqarishga shoshilmaydi. Antropologlar Sentinel qabilasi haqida juda kam narsa bilishadi, ammo tarixiy antropologiya shuni ko'rsatadiki, bu xalq 60 ming yildan beri izolyatsiyada yashaydi. Bu esa ularni eng qadimiy va genetik jihatdan toza insonlar guruhiga aylantirgan. Shunga qaramay, ba'zilar ularning jasadlarini o'z orollarida dafn etmasligini, yeb yuborishi mumkinligini taxmin qiladi. Ammo bu taxminlar ilmiy isbotlanmagan. 2018-yilda butun dunyo bir voqeadan hayratda qoldi. Amerikalik missioner Jon Allen Chao orolga yashirin tarzda kirib, Sentinel xalq tomonidan o'ldirildi. Jonning niyati ularni nasroniylikka da'vat qilish edi, ammo u o'z hayotini xavf ostiga qo'ydi. Hind hukumati bu ishni noqonuniy deb e'lon qildi. Bu hodisa yana bir bor bu odamlar nega bu qadar agressiv degan savolni o'rtaga tashladi. Sentinel orolini insoniyatning tirik muzeyi deb atashadi. Ular na internet borligini bilishadi, na zamonaviy dunyo haqida tasavvurga ega. Hindiston hukumati bu orolga 5 kilometrdan yaqinlashishni qat'iyan taqiqlagan. Sababi qiziq bo'lsa, videoga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Ha aytgancha, bizga obuna bo'lishni ham unutmang. Sababi nafaqat xavfsizlik, balki ularga tashqi kasalliklar yuqib ketmasligi uchun. Chunki ularning immun tizimi zamonaviy viruslarga qarshi kurasha olmaydi. Bu paytgacha hech kim bu qabila haqida to'liq ilmiy tadqiqot olib bora olmagan. Odamxo'rlik haqida hech bir rasmiy dalil yo'q, ammo ularning agressiyasi, tashqi dunyoga nisbatan dushmanligi, bular ming yillar davomida omon qolish instinktining natijasi. Bu qabila bizga bir narsani ko'rsatmoqda. Bugungi kunda ham ba'zilar tosh asrida o'z olamida va o'z qonunlari bilan yashamoqda. Demak, odamxo'rlar yashaydigan orol bu afsona emas, ammo bu odamlar o'zlari tanlamagan izolyatsiyada o'z dunyolarida yashashga majbur. Ularni himoya qilish ham, anglash ham bizning vazifamiz. Videoga like bosing va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha bu qabila bilan aloqa qilish kerakmi yoki ularni butkul yolg'iz qoldirish lozimmi?